Assalomu alaykum, Bunyodbek Uz kanalining hurmatli obunachilari hamda YouTube foydalanuvchilari. Bugungi sanamiz 28-may hafta kuniga payshanba Andijon viloyati Asaka tumani O'zbekiston chorva mol bozoridan sizlarga videolarimizni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Videolarimizni oxirigacha ko'rib, do'stu birodarlarga ulashib berasizlar. Shu yerda shu molimizga savdolari bo'lib turibdi. Savdolari bo'lib turgan joylaridan bolasi novvosidan ekan. Ammo sigir ham yoshga o'xshayapti. Taxminiy bo'ylari shu 1.20 pilosida 1.25 atrofida chiqib qoladi. Savdolari bo'lib turibdi. Lab chek bermaysiz baribir. Nech pul Muhsin aka? 28,5 million. Bolasi novvoscha? Bolasi novvoscha. Enasi 2 kurak ekan, yosh mol ekan. Akamiz nech pul narx aytyapti aka? Nech pul narx aytyapti? Ha, 29,5 million so'm ber debdi. Nechta sutga aka? Nechta sutga? 7 ta sutga deyapti. 7 ta sutga deyapti. Dalshi davom etamiz. Bugun omma bozorda mollar bitta kamroq. Nech pulga bo'ldi? Onasiga bo'pti, onasiga barakalari bo'pti. Nech pul bo'ldi onasiga aka? 19 deyishyapti. Onasiga mana savdolari barakasi bo'pti. Aka onasi nech pul bo'ldi? 20 million so'm bo'pti onasi. Ammo taylari chiroyli ekan. Endi Joyi bo'g'oz ekan aka. bo'g'oz aka. 34 kunlik bo'g'oz aka. Qo'yapti. Bolasiga nech pul deyapsiz so'z aka? Bolasiga? Bolasiga 15 million so'm akamiz narx aytyapti. Bir nima dedingizmi aka? 12,5 million. 12 million 500 ming so'm. Mana. Shvet ishqibozlariga. Shunga ham savdolari bo'lib turibdi ekan. Mol omma bozorda kamroq, omma savdolar qizg'in. 24 million so'm. Tishlari qanaqa, yoshlari qanaqa ekan? Bo'laveradi aka. Yoshini aytib qo'ying bo'ldi aka. Yo'q, videoga olmay qo'ying deyapman. Biz ham hozir madan ketib YouTube'ga qo'yamiz-da aka buni. Bo'ldi. Olmadim mana. Xo'p, endi Novvos bozoridan ko'rsatib o'tamiz. Mashinga ham barakasi bo'lib shekilli shu bo'g'ozga ham. Nech pulga bo'ldi? 13 million 800 ming. 13 million 800 ming. Bo'g'ozmi, qisirmi? Gumon ekan, qisirga ekan, qisirga olish. 13 million 800. Arzon bo'ldi mashina. 7 ta sutga ekan. Nechta tuqqan ekan? 2 bosgan ekan, amal ekan. Yoshi ulug', ammo taylari chiroyli ekan. Tutamlari. Yo'q, qo'ylar avrab qo'y. Qo'shqar nech puldan bo'ldi aka? Ha? Ortdan ketyapti. Nech puldan bo'lyapti o'zi aka taroziga qo'ylar? 80 mingdan so'rasa egasi o'lamayapti. 80 ming so'mdan so'ragan ekan, egasi o'ynamayapti. Bir yo'la Novvos bozoridan ko'rsatib o'tgan. Novvos bozorlari ham holi bugun. Bu odam chaqiryapti. Nega qizil nechma oldi? Aka haydavoring shuni. Aka taroziga nech puldan bo'ldi? 65 mingdan so'rashyapti, sotgan. 65 mingdan so'rayapti-kan, sotgan yo'q aka. 510 kilo. 65 mingdan so'rashyapti-kan, bermayapti-kan. 510 kilo chiqdi.
Odatda masjidlar to'la turardi. Endi hozir bugun bayram ertasi kuni kamroq. E'tiboringlarga mana Novvos bozorlarini ko'rsatib o'tib ketamiz endi. Mana o ham metiyani bo'ladi. O'zi beradi. Bo'lmasa indama o'zi beradi. Metiyanim bu. No metiyanim bo'ladi. Aka. Bakın yaballi. Neç pulga bo'ldi? Osh bu. Hoca. 23,5 million so'mga mana shu buqamizni barakalari bo'ldi mana. 23,5 million. İplarni almashtirishyapti. Yosh kichkina novvoschalar qatoridamiz. Taxminiy bo'ylari shu 1 metr atrofida zo'r. Bakib rahmat deb Sifatlari chiroyli ekan. Narxi nech pul deyapsiz aka? 17 kam bor. 17 million so'm kamlari bor. Nargisi ham siznikimi aka? 15 yarim bermaydi. Buni savdolari bo'lyapti 15 million 500 ming so'm so'radi. Nech pulga bo'ldi aka? Aka oldingizmi? Nech pul bo'pti aka? Bilmabdi pullarni. Savdolari bo'ldi. Nech pul berdingiz sovg'a? 15 milyon 300 ming so'm bo'ldi. 15 million 300. Menga yolg'on aytibdi bo'lmasa 15,5 deyishavdi. 15 million 300 ming so'm berishyapti. Mashikosiga menimcha savdolari bo'lyapti. Mana o'ziga 15 million so'm bering deyapti ekan. Molpurush akalarimiz mana Masjidli Novvosga savdolari bo'lyapti. Aka nech pul berdingiz? 17 million 200 ming so'm. Mana shu yosh shved Novvosiga savdolari bo'lib turibdi. Bozoringlar bersin. Bering aka, kelishinglar oz qolib dedi. 17 million 200 ming so'm. Aka nech pul beryapsiz? 14 million 200. Bunisigachi? 12 million 200 ming. Bunisiga 12 million 200 ming, narisiga 14 million 200 ming savdolari bo'lib turibdi, berishmayapti. Shu yerda shu novvoslarga ham savdolari bo'lib turibdi, savdolari bo'lib turgan joylaridan. To'g'ri pul bering endi. To'g'ri pul beradi tog'am. Bering aka, yengil barakani bering. Xursandmisiz deb qo'ying, boqar ekan. Yarim bering. Bering. Nech pulga bo'ldi endi? 17,5. 17 million 500 ming so'mga mana barakalari bo'ldi shu novvosimizga. Taxminiy bo'ylari shu 1.10 plyusida 1.15 ga yaqinroq chiqib qoladi. 17,5 million. Arzon bo'ldi. Ikkita ko'chatlari chiroylilaridan. Namanganni moli. Namanganni moli deyapti, arqalari oma, arqa oldilari kelishgan, hamma yo'llari joyida. Mana yema-ochmoqlarga qonunlari ham yaxshi turibdi. 35 ga berib yuboramiz. Meni obunachilarimga 35 ga berib yuborasiz. Nomer qoldiring bo'lmasa. Bunyod Beguz. 99 Aha. 470 0091. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Manzil postda. 20 tagacha molimiz. Doimiy shu ish bilan shug'ullanishadi. Dastlabkilari ham ichida. Dastlabkilarni ham xudo xolisa. Lipoy joyiga. Nech pullar qaytyapsiz o'zingiz? Ulargami? Ha.
ikkovi 18 dan kami bor. Bobo sen bor, analar bor. Ikkoviga 18 dan oz-moz kamlari bor ekan. Gapi bozoringlarni bersin. Hey! Neymiş filansız ne yapsın? Bola koyacağız. Bola koyacağız. Mana, internetga chiqdi. Nima deysiz? Aka gapiring. Akam bo'lasiz, berasizmi? Hozir qaysi biriga pul berdingiz? 200 mingdan 600 ming so'm bersam berasizmi rozi bo'lib? Joylarga Ora 1 million pul beradi. Bo'ldi, boshqa gap so'z. Ora, ashi gap. Rozi bo'ling, Allohga tavakkal bu yoqqa. Ya barakani olyapti. Rozimisiz? ketaveramay, sotchiman o'g'il bolachiga roziman. Ko'rdim shu gapni. Bo'ldi, rozimisiz? Qiysiz shart ketadi. Kerak emasman. Qiysiz shart ketadi ama. Peshona oldim men. Yo'q, rozimisiz? Yo'q, rozimisiz? Rozimisiz? Aka, Men roziman, rozi. Butun gapini san. 100 dollarga oldim, teshibsiz, rozimisiz aka? Boshqa gap yo'q. O'zi yaxshi bo'lmagan. Aka, 100 dollarga rozimisiz? 100 dollarga. Hech qaror yo'q, rozimisiz 100 dollarga? Xursandmisan deb qo'ying. Ketaverdim, kerak emas. Sotavering. Sotchiman aka. O'g'il bolaga olmayman sotavering. Shu mana shu molga mana savdosi mana shu yerda qizg'in bo'lib turibdi, qizg'in bo'lib turgan joylaridan 19 million so'mga 200 ming so'm kam savdolari bo'lib turibdi. Bermayapti. Baraka desa barakasini olib qo'yamiz. Bering aka, xursandmisan deb qo'ying. Aka, 200 ming so'm kam 19. Aka, sizlarni ko'rmaganida Ikkita ko'chatlari chiroylilaridan sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Oqqula oqdim shu madan ozgina quyoshlar tushib qolyapti ekan. Qo'shtig'a hormaylar. Necha puldan narx aytyapsizlar? 21 dan. 21 million so'mdan kamlari bor. Ikkovsi ham sizlarkimi? 42 million so'm juplariga kamlari bor ekan. Taxminiy bo'ylari buniki 1.10 atrofida, buniki 1.5 atrofida chiqib qoladi. Savdolari qanaqa bo'lyapti, o'g'il? 19,5 20 dan qilishyapti. 19,5 20 million so'mdan qilyapti, berishmayapti ekan. Mashalasiga savdosi bo'lyaptimi? Necha pul narx aytyapsizlar o'zi bunga? Shu ola paroda ishqibozlariga va shu ola aka bunga necha pul narx aytyapsiz? 18,5 million so'm kamlari bor. 18,5 million kamlari bor. Necha puldan bo'pti aka bular? Hali sotilmabdi. Bo'layotgan savdosi aka 16,5 million so'm so'rashyapti ekan, bermayapti ekan 16,5 ga. Ko'tiga qaragan bola emasman, oshna. Eshitib turing. 100 so'm 200 so'm ko'tiga qaragan bola emasman. Buni hurmatingizdan bizda joydagi odammiz 16 million 32 million berdi. Ertalabdan beri qo'lingiz qo'yadi. Mana shu mollarga bo'layotgan savdo 16 million so'mdan 32 million so'm beryapti ekan. Sifatlari unchalik nima emas, lekin yaxshi mollar ekan. Boqqani bu bo'laveradi-da. Zo'r, yengil, arzon. 16 milliondan 32 million so'm. Mana shu yerda savdolari bo'lib turibdi ekan. Mana shu buqalarga. $32 million so'mga berishmayapti. Sifatli yosh shved novoschani ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Qo'shtig'a buni pullari necha pul aka? 20 million deyapmiz. 20 million so'm tog'amiz narx aytyapti ekan. Yoshlari qanaqa buni qo'shtig'a?
3 hafta oldu en azından ajratganimizga. Bilmayman endi bo'lsa 3 oylikdir, 2 oylikdir, 5 oylikdir bilmayman. Ha, yoshlarini bilmaydi ekan. Bir hafta bo'pti, enasidan ajratgan ekan. Savdosi qanaqa bo'lyapti, o'g'a? Onasi o'sha deyapti. Ha. 18,5 ga beraman. Ha. O'zi 18,5 million so'mga bermabdi buni ovozdi. Hozir buni tog'alarimiz 15 million beray debdi, berishmayapti ekan. Mashlar sotilib shekilli. Bular aka sotildimi? Ha. Bu akalar kimi? Gap yo'q. Ormiylar charchamayapsizlarmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Hech pulga to'g'ri endi mollaringiz bor. 16 million so'mdan 23 million so'mgacha mollari bor ekan. Mana shu 16 million so'mdan boshlanar ekan, mana shu yerdan boshlab. Bilimsiz? 16 million so'mdan mana shu yerdan boshlanib, u nari boshgacha endi hozir savdo qilishib turibdi. Hozir bilamiz, nech pul berishyapti ekan. Bu aka sotildimi? Oldingizmi aka? 18 million. Aka bor 2 o'tyapti. 18 million 100 ming so'm bo'pti mana shu. Hozir qaysi biriga so'rashyapti ukam? Mana o'sinimi? Bu ham siznikimi? Ishqibozlarga nomer qoldirib ketaylik bularga. Ayting. Nomerlarni ayting, nomer. 33lik 386 7007. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana uni savdosi nechga bordi? 19 million so'rayapti. Ha, so'rayotgani 19 million so'm so'rayapti ekan. 19 million so'mga berishmayapti ekan masala. Ammo arqa oldilari kelishgan yaxshi buqa ekan ammo. Jichcha shoqi bor xolos. Bunyod Beguz aka. Yosh ko'chatlari chiroylilaridan mana shu yerda 2 dona bor ekan ammo. Bittasi Avligolga smeshinni, bittasi Shvedga ekan. Aka bu mollar kimniki ekan? 22 million so'm, bunisiga 20 million so'm, bunisiga berishmabdi. Boshlig'i, mashlarga ishqiboziga nomer qoldirib ketaylik. Hoji aka, obunachilarimga nomer qoldirib o'tib ketaylik. 90lik 542 67 32. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bularning o'zi narxini nech pul deyapsiz buni? Buni 21 dedim, manoni 22 dedim, manonga 19, manonga 18,5 beryapti. Manosiga 19, manosiga 18,5 so'm million beryapti ekan. Narigi savlik bo'lar ekan, ha. Bu shved ham siznikimi? Siz aka. Bunisi ham. Buni 20 million berishdi. Bunga 20 million so'm savdolari bo'pti, bermabdi. Ammo uchovlar to'rov mollarini ham ammo ko'chatlari so'ragan, nomerlarini qoldirdik. Aloqaga chiqaverasizlar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Kelajagi bor narsalar ekan. O boshidan unga qilyapti deb xato qilib, u narx aytayotgan ekan bunga. 22 million so'm kami bor, 21 million so'm kamlari bor deb. Bunyod Beguz aka. Qaysi? Mana ikkosigami? Mana shu ikkosiga ham savdolari bo'lib turibdi ekan. 31 million 500 ming so'mga savdolari bo'lib turibdi mashina. Xudo xolasa oz-moz kelishiladigan xonasi qoldi.